Restoranlarda 1 kilo tovuq biodrasini 125 ming sotishayotgan ekan. Shuni o'zimiz uyda talab ko'rsak qanchaga tushar ekan? Birinchi bo'lib bozorga tushib, eng kerakli mahsulotimiz tovuq biodrasini olamiz. 4 kilosi 180 ming bo'ldi. 250 gramm margarin 15 ming, bir qoshiqdan kashnich va qizilcha paprika 2 ming so'm, mayonez 15 ming so'm, pista yog'i 22 mingga tushdi. Uyga ham kelib oldik. Endi biodralarimizni yuvishdan ishni boshlaymiz. Keyin unga 1,5 osh qoshiq osh tuzi, kashnich va paprikani solib, ustidan mayonezimizni bo'shatamiz. Xohlasangiz mayonez o'rniga qaymoq ishlatishingiz ham mumkin. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin kamida yarim soatga sovishga qoldiramiz. Bu orada biz tovaga yog'ni solib qizdiramiz. Keyin birin-ketinlik bilan tovuqlarni oldi-orqa qilib qizartirib, kattaroq qozonga terib chiqamiz. Keyin ustiga margarin va to'lar to'rman suv solib, qopqog'ini yopishimiz kerak. Suv qaynab chiqqandan keyin olovni pasaytirib, 40 daqiqa miltiratishga qo'yib beriladi. Ovqat pishirish ajoyib, lekin undan keyingi tozalash odamni ozgina o'ylantiradi. Aynan shu masalada menga gross azilitlari yordamga keladi. Yog'li va kechiq qiyin bo'lgan kirlarni osongina ketkizib beradi. Tozalik gross bilan. Oradan 40 daqiqa ham o'tdi. Tabaklarimiz ham tayyor bo'ldi. 4 kilo go'shtimiz pishganda 3 kilogram bo'ldi. Har bir kilosi 78 ming so'mga tushdi. Shunda ko'chada 47 ming so'mga yutdik. Ranglari ham tilla rang bo'lib chiqdi. O'zini sachoki bilan bu tabaklarimiz yana ham mazali ketadi. Video yoqqan bo'lsa, albatta siz ham tayyorlab ko'ring.